o'tkazib yuboring, hassiga suyanib qolsangiz ko'rarsiz. Qon tomirlarining tortishi va nervlarni sanchib og'rishlari hamda oyoq, qo'l, bo'g'im, yelka, bo'yindagi tuzlarga va bo'g'imlarni qotib qolishi, harakatsiz bo'lib qolishiga hamda oyoq ostidagi shpora va undan tashqari qovuq va buyrak o'pkadagi kuchli shamollashlarga va yosh bolalarni tungi nurozga, ya'ni peshob qilib qo'yishga to'shakkan, shularga sirtdan qo'llaniladi. Tanangizni va bo'g'imlaringizdagi og'riqlarni bittada yo'qotib yuboradi. Buni topish naqadar oson va qulay hamda hamyonbop mahsulot. Nomi esa kovrak yog'i hisoblanadi. Bu mahsulotning yana bir nomi bo'lsin bilan hamda ruschada esa ferrulla deb nomlanadi, birodarlar. Barcha ziravorchi, attor va dorixonalarda topsa bo'ladi, qiynalmasdan. Do'stlar, buni ishlatish naqadar oson va qulay. Qanday ishlatasiz? Tartibi shuki, kechqurun hamma ishlaringizni bo'lib uxlashga, ya'ni yotishdan oldin yo'qa qilib surtiladi kovrak yog'i hamda qo'l bilan uqalab yengil massaj qilinadi. Kasallik darajasiga qarab 15 kundan 3 oygacha bemalol qo'llashingiz mumkin. Faqatgina jigar atrofini salgina kengroq qoldiramiz. Jigarga tegmasin, ya'ni jigar ustiga surtilmaydi bu yog', chunki bu juda ham bir kuchli qizdiruvchi mahsulot hisoblanadi. Bu asrlar davomida o'z foydasini isbotlab kelgan dorivor yog' hisoblanadi, do'stlar. Albatta foydalaning. Yosh-u katta birday qo'llash mumkin. Qo'rqmasdan, allergiya chaqirmaydi. Agarda videorolikimiz ma'qul tushsa, iltimos qo'llab-quvvatlab like ni bosing va obuna bo'lib qo'ying. Xullas, sog' salomat bo'ling barchangiz.